Yo, tiriklar, assalomu alaykum. Ko'rib turganinglarda shirinliklarda eng zo'ri bo'lmish Miray kompaniyasining shirinlarini bugun sizlar bilan yeb ko'ramiz. Qani bo'lmasam, kelinglar. Ertalabda issiq choylarni damlab, birinchi bo'lib Miray kompaniyasining donut kekini yeb ko'ramiz. Mana. Ko'rib turibsizlar, ajoyib bo'lib. Ha, aytgancha, eng asosiysi bunga palma yog'i qo'shilmas ekan va halol sertifikatiga ega ekan. Bismillah. Mahsulotlar ayirmasdan qo'shilgan. Ustidagi marshmellolarni qaranglar. Haqiqatda yeb ko'rmagandim, menga mazasi juda ham yoqdi. O'zingizlar ham bir yeb ko'ringlar, baho beringlar. Bunisi esa pay cake deb nomlanar ekan. O'zimiz chokopayga o'xshagan narsa, lekin chokopaydan o'zi yortiq deyapti. Endi buni yeb ko'rib keyin aytamiz. Olmasdan solingan. Bismillah. Mazali, ajoyib. Chokopaydan menga ancha shirinday tuyuldi. Bu yoqda. O'zingizga mehmonlar kelganda qo'ysangiz, uyaltirib qo'ymaydi. Haqiqatdan ajoyib, mazali. Uchinchi mahsulotimiz esa bu burungi kek deylar ekan. Buni ham yeb ko'rishimiz kerak. Mana. Yeb ko'ramiz. Bismillah. Ko'rasizlar, mahsulotlarni ayamasdan qo'shishgan. Ta'miga ham gap yo'q. O'tda ham mazali, shirali. Uni yeb ko'rsangiz, o'z bahosini bering. Yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman, menga juda ham yoqdi. Keyingi navbat waffle cake. Wow, ko'rib turibsizlar, podachalar juda ham go'zal. Magazinga qo'yib qo'ysalar ham cho'qqa turadi. Endi uni o'rtasiga olamiz. Wow. Mana mahsulotlar ko'rinishi. Mahsulotlar juda ham yumshoq ekan. Mahsulotlarni ayamasdan solish kerak mana. Buni endi yeyishda o'zi mazza beradi-da. Shirinlik sevuvchilar uchun bu juda ham go'zal mahsulot. Bismillah. Perfect. Mazza qilib yeydigan ekan. Navbat vafli glazirovaniyga navbat beramiz. Endi biz o'zbekchada jaydir aytganda shokoladli vafli. O'zi tushib beradi. Mana yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Bu narsalar, ya'ni Miray kompaniyasiga tegishli shirinliklarda hech qaysi biri xavfli, zararli moddalarga ega emas. Bolajonlar ham, kattalar ham yesa bo'laveradi, mazza qilib yeyish uchun hamda tabiiy mahsulot, halol sertifikatiga ega. Haqiqatda shirin va tabiiy. Buni yeb ko'ramiz. Bismillah. Buni kattalarga ham yeyishga tavsiya qilib qolaman, sababi buni yeganingizdan keyin haqiqiy bolalikka sho'ng'iysiz. Xullas, Miray shirinliklarini yeb ko'ringlar, tavsiya qilaman, juda ham mazali va sizlar uchun ajoyib mahsulotlarni taklif qiladi.